Bismillahirrahmanirrahim. İslamda halal ve haram. 6. Ata-ana ve balalar o'rtasidagi munosabatda. İslam nasabni himoya qiladi. Balalar atalarının izbasarıdır. Ular ata-analari hayat vaqtida ata-analarining ko'z qarchig'i hisoblansa, o'lib ketgandan keyin atalarının nomini o'chirib qo'ymay, yo'lini davomlashtiradi va ularga varislik qiladi. Ular atalardan chiroy shakl va turli yaxshi-yomon xuy va xarakterlarni meros oladi. Demak, ular ata-analarining yurak parisi va ko'z qarchig'idir. Alloh taolo nasablarning aralashib ketmay pak saqlanishi, bola otasining kim ekanligini aniq bo'lish uchun zinoni harom qilib, to'y qilishni farz qilgan. Chunki to'y qilish orqali ayol eriga xos bo'ladi. Eriga xiyonat qilishi yoki uning etizini boshqalarning suvi bilan sug'urishi harom bo'ladi. Shunga to'y qilish bilan ayol er-xotinlik davrida tuqqan har qanday bola erining bolasi hisoblanadi. Bunun hech qanday isbotlashga hojati yo'q. Demak, payg'ambar alayhissalom aytgandek, bola erga mansub bo'ladi. Ata bolasini tanisa bo'lmaydi. Yuqorqi sabab tufayli er kishi o'z nikohidagi bir ayol tuqqan bolasining nasabini inkor qilsa, harom bo'ladi. Chunki uning bundoq inkor qilishi ayoli va bolasiga eng qattiq ar-nomus va eng cho'ng ziyonlarni keltirib chiqaradi. Shunga uning quruq so'z, quruq gumon yoki ba'zi taralgan asossiz gap so'zlarga ishonib, bundoq ziyon urishga qadam qo'yishiga yo'l qo'yilmaydi. Ammo aniq dalil isbot bilan ayolning o'ziga xiyonat qilganligi dalillashtirsa, islom shariatimi uni o'z bolam emas deb qaraydigan bolani baqtirishga, miros olishga haqqi yo'q deb qaraydigan kishiga miros qoldirishga yoki eng az deganda umr bo'yi gumon ichida yashab tashlab qo'ya olmaydi va rozi bo'lmaydi. Bundoq kishiga islom shariati la'natlashish usuli orqali chiqish yo'l qilib bergan. Bu usulga asosan eri ayolining o'ziga xiyonat qilganligini va boshqa bir erdan qo'rqoq ko'targanligini ma'lumlashtira olsa yoki kuchli gumon qilib bila olsa, lekin uning qo'lida buning hech qanday bir dalil isbot bo'lmasa, bu masalani sotib sunadi. Hozir ularning o'rtasida Qur'on Karim ko'rsatgan la'natlashish tuzumini ijro qilgandan keyin ikkalanni mangulik ayriladi. Bola anaga beriladi. Alloh taolo Qur'on Karimda la'natlashish usulini mundaq deb ko'rsatgan. Ayollarni zina bilan qarlagan va o'zlaridan boshqa guvohchi bo'lmaganlar so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qatim qasam qilsin. 5-qatimda agar yolg'onchi bo'lsam, menga Allohning lanti bo'lsin desin. Ayolimi erining yolg'onchi ekanligiga Allohning nomi bilan 4 qatim qasam qilib, 5-qatimda agar erim rasullardan bo'lsa, menga Allohning g'azabi bo'lsin desa, jazoga tortilmaydi. Er bilan ayol o'rtasidagi la'natlashish qozining oldida mushtariqat elib beriladi. Er oldi bilan ayolni qarlashda rasul ekanligiga 4 qatim Allohning nomi bilan qasam qiladi. 5-qatimda agar yolg'onchi bo'lsa, menga Allohning lanti bo'lsin deydi. Ayolmi erining yolg'onchi ekanligiga Allohning nomi bilan 4 qatim qasam qilib, 5-qatimda agar erim rasullardan bo'lsa, menga Allohning g'azabi bo'lsin deyish orqali belgilangan jazodan qutuladi. Irsiyat belgisi tekshirish DNA natijasi ata-bolalikni ta'kidlasa, ayol o'zining begunohligini isbotlash uchun buni tutqisi bo'ladi. Lekin er irsiyat belgisi tekshirish DNAni ayolga tanlamaydi. Chunki bu ahvolda oila sirlarini saqlab qolish haqqi qo'llanish kerak. Ondan ikkalan mangulik ayriladi. Bu vaqt anasiga mansub qilinadi. Islomda bola qilib olish harom bo'ladi. Islomda bola qilib olish haromdir. Ota bolaning nasabini inkor qilsa bo'lmaganidek, o'z pushtidan bo'lmagan bir bolani bola qilib olsa halol bo'lmaydi. Tarixda o'tgan millatlardek arablarmi jahiliyat davrlarida bola qo'yish orqali xohlagan kishini o'z nasabi va jamiyatiga qo'shiladi. Masalan, bir kishi bir bolani tanlab, uni bek qolganligini e'lon qilsa, u o'z bolalaridan biri va oilasining bir a'zosi bo'lib, oila a'zolarining barliq huquq va salohiyatidan mahrum bo'ladi hamda o'sha oilaga mansub bo'ladi. Bek qilingan bolaning otasi va nasabining ma'lum bo'lishi bek qilinishi to'sqinlik bo'lmaydi. Islom kelganda bundoq bola bek qilish tuzumi arab jamiyatida keng tarqalib ketgan bo'lib, Payg'ambar alayhissalomning burun Zayd ibn Harisani bola qilib olgan edi. Zayd arablarning jahiliyat davridagi urushlarining birida o'ldirilgan bola bo'lib, uni Hakim ibn Hizam degan kishi ammasi Xadija elib bergan. Hazrati Xadija Payg'ambar alayhissalomga yo'q bo'lgandan keyin uni Payg'ambar alayhissalomga berib etgan. Zaydning otasi va tog'asi Zaydning bor yerini bilgandan keyin uni Payg'ambar alayhissalomdan talab qilganda Payg'ambar alayhissalom Zaydga tanlash ixtiyorini bergan. Lekin u otasi va tog'asini tanlamay, Payg'ambar alayhissalomni tanlagan. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom uni ozod qilib o'tib, xaloyiq oldida uni bola qilib olgan edi. Shu chaqdan boshlab u Zayd ibn Muhammad o'g'li Zayd degan nom bilan tanilgan. U azodkorlardan birinchisi bo'lib, musulmon bo'lgan kishi edi. Undaqda islom jahiliyat tuzumiga qanday qaragan? Islom bola qo'yishni haqiqat va amniyatni burunlashni iborat bir saxtalik deb qaragan. Bu saxtalik yoki bir kishini boshqa bir oilaning a'zosi qilib,
Uni bu ayetki ayollarga mahrum qilib qo'ydi. Amiyatda bu ayetki ayollar bu kishiga yot ayollardir. Chunki beqolgan kishining ayoli beqolganuvchining onasi, ya qizi, ya bir qarindishi, ya ammasi emas. U amalinga yotdir. Beqolangan bu bola balaliq suti bilan ayol ikkalandan miras elib, bu mirasning asli egalari bo'lgan tuqqanlarni mirasdan mahrum qilib qo'ydi. Natijada haqiqiy tuqqanlar o'z haqlarini tortib olgan bu yot tajovuzchiga o'chmanlik saqlaydi. Ko'pincha ahvollarda bu o'chmanlik qaynab teshib, tuqqanlar orasida ko'ngilsizlik keltirib chiqardi. Bu sababdan Qur'on Karim bundaq jahiliyat tuzumini bekor qilib, uni keskin harom qilib o'tgan. Hamda uning keltirib chiqargan barliq natijalarini amaldan qoldirib o'tgan. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Sizlar bal qilib olganlarnimi Alloh haqiqiy baldaringlarni hukmida qilmadi. Bu, ya'ni o'z pushtinglardan bo'lganlarni bola deyish faqat og'zinglarda aytilgan so'zdir. Alloh haqni aytadi, to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ularni atalarining ismi bilan chaqiringlar. Bu Allohning dargohida eng adil ishdir. Agar atalarını bilmasanglar, ular sizlarning diniy qarindoshinglardir, do'stlaringlardir. Qur'onning bu aniq oyatini nazarda olaylik. Sizlar balo qilib olganlarni Alloh haqiqiy bolalaringlarning hukmini qilmadi. Bu, ya'ni o'z pushtinglardan bo'lmaganlarni bola deyish faqat og'zinglarda aytilgan so'zdir. Ya'ni bola beqilish hech bir haqiqatga tayanmagan bir quruq so'zdan iboratdir. Og'izdagi so'zlar haqiqatlarni amaliyotni o'zgartirmaydi. Yotni tuqqan boshqalarni o'z yoki beqilingan bolani o'z pushidan bo'lgan bola qilib o'tolmaydi. Eg'izdagi so'z beqavlanuvchining tomirlarida beqavalg'uchining qonlarini iqtamaydi. Beqavalg'uchining qalbida otliq mehrini yoki beqavlanuvchining qalbida balaliq his-tuyg'ularini paydo qilolmaydi. Balaga bu jamiyatning xarakterini hamda bu oilaning aqliy, jismoniy va mijoz xulq jihatga loyiqligini singdirolmaydi. Bu sabablardan islom dini bal qilish tuzum keltirib chiqargan miros elish va beqilingan bolaning ayolini beqavalg'uchi mangu nikoh ololmaslik baliq natijalarni amaldan qoldirib o'tgan. Masalan, miras masalasini ilib aytganda, Qur'on Karim qonun rishisi, er-xotinlik va haqiqiy tuqqanlikdan boshqa narsani miras olishga sabab qilmagan. Allohning hukmida bir-biriga mirosxo'r bo'lishda urug' tuqqanlar eng haqlidir. Qur'on Karim meni to'y qilish masalasida Qur'on Karim beqib olgan bolasining nikohiga emas, haqiqiy bolaning nikohiga o'tgan ayolni keyincha o'z dadasining nikohiga olishga cheklanganligini e'lon qilgan. O'z pushtinglardan bo'lgan bolalaringlarning elib qo'yib bergan ayollarni ilishinglar harom qilindi. Bununla binaen beqo'langan bola ayolini qo'yib bersa, beqavalg'uchi kishi u ayolni o'z nikohiga ola oladi. Chunki bu ayol amaliyotda yot bir kishi qo'yib bergan ayol. Shunga buni ruxsat qilindi. Bola beqilish tuzumini amaldan bekor qilish, amaliy bekor qilish. Bola qilib olish tuzumini amaldan qoldirish kishilar uchun osonga tushmaydi. Chunki u arablarning hayotida chunqur ildiz tortgan bir ijtimoiy tuzum edi. Shunga Alloh taolaning hikmati bu tuzumni faqat so'z bilan emas, balki ham so'z ham amaliy tatbiqlash bilan amaldan qoldirishni muvaffaq ko'rgan. Alloh taolaning hikmati barliq shak-shubhalarni qumirib tashlab, beqavalgan bolalar elib qo'yib bergan ayollarni elish qilingan ruxsatga qarata musulmonlarning siqilishini yo'qotish hamda musulmonlarga faqat Allohning halol qilgan narsani halol, harom qilgan narsani harom ekanligini bildirish uchun bu vazifani o'rnashga dal payg'ambar alayhissalomning o'zini tanlagan. Muhammad o'g'li Zeyd deb tanilgan Harisaning o'g'li payg'ambar alayhissalomning ammasining qizi Zaynab bilan uylangan edi. Ammo ular o'rtasidagi munosabat yaxshi bo'lmag'achqa, Zeyd payg'ambar alayhissalomga ayolidan ko'p shikoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Zeyd ayolini qo'yib bergandan keyin uni o'z nikohiga olganligini Allohning buyrug'i bilan bilsimi, bu masala intayin nasib bo'lg'achqa, Zeyd dard ahvol aytib kelsa, unga ayolini qo'yib et deyishning o'rniga Allohdan qo'rq, ayolini qo'yib etma deb uni qaytardi. Bu yerda payg'ambar alayhissalomga insoniy ojizlik g'olib kelib, kishilarga yuz kelmaslikdan qo'rqqan edi. Dal mush paytda payg'ambar alayhissalomga koyib Qur'on Karim oyat nozil bo'ldi. Nozil bo'lgan oyatlar ichida beqavalgan yot o'g'li qo'yib bergan ayolni nikohga olishni cheklashdan iborat bo'lgan jahiliyat davridagi bundoq to'g'ri tuzumning qoldiqlarini qochoqlab tashlash uchun payg'ambar alayhissalomning irodasini kuchlantiradigan oyatlarim bor edi. Alloh taolo bundoq deydi: O'z vaqtida sen Alloh ne'mat qilib bergan, senmi inom qilgan kishiga xotiningni nikohini tutqin, Allohdan qo'rqqin deding. Allah oshkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yoshirding. Kishilarning tanqishdan qo'rqding. Allohdan qo'rqishing eng aql edi. Mo'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa gunoh bo'lmaslik uchun Zaynabni Zayd qo'yib o'tgandan keyin sana nikohlab berdik. Allohning sening Zaynabni elishing to'g'risidagi amri cho'qim o'rindirildi. Undan keyin Qur'on Karim bu haqda payg'ambar alayhissalomni aqlab, bu ishni qilsa bo'ldiganligini, buningdan hech qanday qilmaslik kerakligini ta'kidlab, bunday deb ko'rsatdi. Allah payg'ambarga halol qilib buyurgan ishni qilishda hech gunoh bo'lmaydi. Bu, ya'ni buyurgan ishni qilishda gunoh yo'qligi o'tganki payg'ambarlar tutgan Allohning yo'lidir. Allohning amri azaldan bekitilib ketgan hukmdir. Ular
Peygamberler Allah'ın emir fermanlarını yetkizdi. Allah'tan korkudu. Allah'tan başka hiç kişiden korkmaydı. Allah hesap veriş yeterliktir. Muhammed aranlardaki erlerinin hiçbirisinin atışı emas. Lekin o Allah'ın peygamberi ve peygamberlerin ahirkisidir. Allah hemin nersini bilgisidir. Yuqorqi keskin ve aniq oyatlar bilan bola beqilish va uningdan kelib chiqqan avazchiliklar masalasi tegidan hal bo'ldi. Allohdimi to'g'ri so'zlik kim bor? Beqib tarbiyalash ma'nosidagi bola qilib bilish. İslam amaldan qoldirgan yuqorqi bola qilib bilish tuzum bo'lsa, bir kishi bir bolaning boshqa bir kishining bolasi ekanligini bilib turib, uni o'ziga bola qilib olib, nasab jihatdan o'z nasabi va jamoatiga mansub qilib, uningga uydagi qiz ayollar bilan aralashish, ular bilan nikohlanmaslik va miros olish qatorliq barliq bolalik huquqini berishdan iboratdir. Buningdan boshqa yana bir xil bola yo'qolish usuli bo'lib, buni kishilar bola qilib olish deb qaraydi. Amaliyotda bu islom chekilgan bola qilib olish kirmaydi. Bu bo'lsa bir kishi bir yetim bolani yoki egisi yo'q, yo'lga tashlanib qolgan bir bolani beqib olib, uning mehribonlik qilishda, tarbiyalashda o'z bolasidek muomala qiladi. O'z bolasidek qizolandirdi, kiyindirdi, o'qitadi. Buning bilan birga uni o'z nasabiga mas'ul qilib olmaydi, hamda uningga yuqorilik bolalik huquqini bermaydi. Mana bunday beqib olish Allohning dinida maqtalgan bir yaxshi ishdir. Bunday qilgan kishiga bu ish uchun jannat savob bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom men yetimni boqqan kishi bilan jannatda mushundoq bo'laman deb ko'rsatkich barmoq bilan o'ttir barmoqni ayirib ishorat qilgan. Ko'choq tashlayotgan bolami yetim bolani o'rnab turadi. Uning ustiga bunday bolaga ibn sabil, ya'ni sargardan yoki yo'lovchi degan nomni berish muvofiq bo'lib, islom dini bularni beqishni buyurgan. Agar bir kishining bolasi bo'lmay, beqib olgan bolasiga mol-mulkini bir-biriga berishni xohlasa, bu o'z hayot vaqtida uning xohlagan narsani berib bo'ladi. Ölüp geçişten ilgili mirasın 3'ten 1 kısmına kadar onunla verişine vasiyet kılsa buludu. Sünni uruklandırış. İslam dini zinanı aram kılış ve balık kılışını aram kılış arkalık neseplerini kodugan. Bunun bilen ailenin sap kılışına kapalat kılgan. İslam yana sünni uruklandırış namı bilen öz iridin başka bir erinin manisi bilen uruklandırışını mı aram kılıp etken. Belki bu tehi huddi ustaz Şeyh Şaltut etkanek intan kavih cinayet ve çoğunluk bulup zina bilen bir derece durdu. Zina bilan uning mazmuni o'xshash, natijasi o'xshash. U bo'lsa-mu yot bir erning ma'nosini hech bir shar'iy er-xotinlik munosabati bo'lmagan bir ayolga maqsad holda silishdan iboratdir. Navoid bu jinoyatning zinoga qaraganda ozroq farqlangan taraf bo'lmagan bo'lsa, sunniy urug'lantirishning hukmi baliq ilohiy qonunlar va samoviy kitoblar cheklangan zinoning hukmi bilan o'xshash bo'lgan bo'ladi. Agar sunniy urug'lantirish o'z yeridan boshqa yot bir shaxsning ma'nosi bilan bo'lsa, undaqda bu ish balqonlashtirma qattiqroq va qabihroq jinoyat bo'ladi albatta. Chunki sun'iy urug'lantirishdan bo'lgan bola bir tarafdan bola beqib olishdan kelib chiqqan nasabiyat birini aralashtirishlik bir natijani keltirib chiqarsa, yana bir tarafdan boshqa bir razillik bilan bir yo'l uchrashadi. U bo'lsa har qanday qonun hukmlar hamda fazilat insoniy tabiatini nafrat qilgan zinodir. U oxiri kishilarni isl jamiyat risini his qilolmaydigan hayvon darsiga tushirib qo'yadi. Bolaning otasidan boshqasiga mansub bo'lishi gunohdir. İslam dini atalarga o'z bolalarining nasabini inkor qilishni harom qilgandek, bolalarga o'z otasidan boshqasiga mansub bo'lishni harom qilgan. Payg'ambar alayhissalom buni Allohning va xaloyiqning la'natiga tushiradigan qabih gunohlardan biri deb qaragan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu qo'lidagi bir hujjatdan Payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini o'qigan. Kimki o'z otasidan boshqasiga mansub bo'lib olsa yoki qul ozod qilgan egasidan boshqasiga mansub bo'lib olsa, buningga Allohning farishlarining va barliq xaloyiqning la'nati bo'ladi. Qiyomat kuni uningdan na tavba na to'lam qabul qilinmaydi. Hazrat Said ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhuning aytishicha, Payg'ambar alayhissalom bunday degan: kimki o'z otasi emasligini bilib turib, o'z otasidan boshqasini otam deb olsa, jannat uningga harom bo'ladi. Bolalaringlarni o'ltirmanglar. İslam dini yuqorida aytilgan shaklda nasablarni qo'ygandan keyin ota-bola har ikki tarafga otalik bilan valalik taqozo qilgan haqlarni belgilab berdi. Hamda bu haqlarni qo'llash uchun bir qancha ishlarni harom qildi. Masalan, bolasining yashash haqqi bor. Otasi yoki onasining bolasini o'ldirish yoki uni jahiliyat davlatga ba'zi taraflar qilgandek tirik ko'mitish orqali uning yashash haqqiga tajovuz qilish haqqi yo'q. Bu masalada qiz o'g'il ikisi barobar. Alloh taolo bunday degan: kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ldirmanglar. Ularning va sizlarning rizqlarini biz beramiz. Ularni o'ldirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Tirik ko'mitilgan qizdan sen qaysi gunoh bilan o'ldirilding deb so'ralgan chog'da. Bunday qabih jinoyat turtib bo'lgan sabab nomrodlik yoki nomrodlashib ketishdan ansirash, andish qilishlik iqtisodiy sabab bo'lishidan yoki tug'ilgan bola qiz bo'lsa keyin nomus qilishni ansirashlik boshqa sabab bo'lishidan qat'iy nazar, islom bunday vahshiy jinoyatni eng qattiq shaklda harom qilgan. Chunki bu odam o'ldirganlik, sizlarni o'zganlik va ojiz bir jonga tajovuz qilganlikdan iborat bir jinoyatdir. Shunga Payg'ambar alayhissalom qaysi gunoh eng og'ir deb so'ralganda, Alloh seni yaratgan turukliq
uning sherik keltirishing deb javob bergan. Uning qarshida turganda sening rizqingga sherik bo'lishni ansirab, balangni o'ltirishingdir deb javob bergan. Ayollarni erlarga o'xshashlar bu jinoyatni cheklash va undan to'liq qo'l uzishga, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka, bolalarni o'ldirmaslikka payg'ambar alayhissalomga bayat qilgan. Balaning otasining bo'ynidagi yana bir haqqi bo'lsa, uni yaxshi ism bilan atash bo'lib, balasiga cho'ng bo'lganda azoblanadigan ism qo'yish bo'lmaydi. Yana Abdunabiy yoki Abdurasul degandek Allohdan boshqa qulluq qiladigan ism qo'yishmi harom bo'ladi. Balalarning yana otalari beqish, tarbiyalash va chiqimni ko'tarish haqqi bor. Shuna balalarni tashlatishga yoki zoya qilishga bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Hammanglar palachchilar, hammanglar o'z padanglardan so'ralsizlar. Boqadigan kishilarni zoya qilib o'tish gunohjatdan insonga yetarlikdir. Alloh taolo har bir boqishini narsalarni boqqan yoki zoya qilib o'tganlik haqida so'roq qiladi. Ota-ona bola chaqalar haqida so'roq qiladi. Balalarga tang berish. Balalarning otaga yaxshilik qilishda odil bo'lish uchun otalarning balalarga bir narsa berganda ularga barobar muomala qilishi vojib bo'ladi. Ba'zi bolalarga ayrim holda sababsiz yoki o'rinsiz sovg'a yoki pul mol berishi harom bo'ladi. Chunki bunday qilish boshqa bolalarning qo'rqishini keltiradi. Bolalar orasida dushmanlik va o'chmanlik o'tini tutashtiradi. Ana bu vaqtda ota bilan o'xshash. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Bolalarыңlar orasida odil bo'linglar, bolalarыңlar o'rtasida odil bo'linglar, bolalarыңlar orasida odil bo'linglar." Bu asning qissasi tövəndikicha. Hazreti Bashir ibn Said al-Ansarining ayoli uningdan bir bog' ekber xizmatchilik bir narsani bolalar ichidan Nu'monga bilan talab qilgan. Hamda bu berilgan narsani guvohchilik qilib puxta hujjatlab qo'yish uchun buningga payg'ambar alayhissalomni guvoh qildirmoqchi bo'lgan. Eri payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelib, "Ey Rasululloh, ayolim bolasiga moliyimni berishimni talab qildi" degan. Payg'ambar alayhissalom uning boshqa bir tuqqanlar bormi deb so'raganda u "Ha" deb javob bergan. Payg'ambar alayhissalom uningdan yana ularning har biriga shu bolaga bergandek narsa o'xshash berdingmi deb so'ragan. U "Yo'q" deb javob bergan. Payg'ambar alayhissalom undaqda bu to'g'ri bo'lmabdi. Men naqddan boshqa guvohchi bo'lmayman. Naqishqa men guvohchi qilma. Bolalaringning sana tang yaxshi qilishi sening haqqing bo'lganidek, ularga odillik bilan tang muomala qilishingmi ularning haqqidir. Allohdan qo'rqinglar, bolalaringlar orasida odil bo'linglar degan. İmam Ahmedning qarashicha, bolalarning biri kasallik yoki boshqa bir sabab bilan pul molga muhtoj bo'lib qolgan ahvolda boshqa bolalarga berbay muhtoj bo'lsa ayrim bersa bo'ladi. Mirosda Allohning chegirasi tajovuz qilmaslik. Miros masalasidami yo'qliqdek bo'ladi. Shunga otaning ba'zi bolalarini, qizlarini yoki yoqtirmaydigan ayolining bolalarini mirosdan mahrum qilishi harom bo'ladi. Hamda bir kishining miros olishga haqli bo'lgan tuqqunni yolg'on, yil orqali mirosdan mahrum qilishi harom bo'ladi. Chunki shariatdagi miros tuzumi Alloh o'z ilmi, adolati va hikmati bilan belgilayotgan bir tuzum bo'lib, Alloh taolo bu tuzum orqali har bir haq egasiga to'liq haq bergan, hamda bu haqda kishilarning sizgan chek-chegaraning sirtiga chiqib ketmaslikka buyurgan. Shunga kimki miros taqsim qilishda bu tuzumga xiloflik qiladi ekan, Parvardigoring to'g'ri qilmadi deb qaralgan bo'ladi. Alloh taolo miros masalalarini 3 oyatda bayon qilib, birinchi oyatdan keyin mundaq degan: "Ota-onanglar va bolalaringlardan qaysining manfaat jihatini o'zinglarga eng yaqin kelishini bilmaysizlar. Bu Alloh taolo tomonidan bekitilgan belgilamadir. Alloh haqiqatan hammani bilguvchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir." Ikkinchi oyatning oxirida mundaq degan: "Miros qoldiruvchi odamning vasiyati va varislariga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak. U Alloh tomonidan qilingan tavsiyadir. Alloh hammani bilguvchidir, alimdir. Ya'ni amri xiloflik qiluvchilarni aldirab jazolab ketmaydi. Ana shu ahkomlarning Allohning qonunidir. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, Alloh uni asli o'stonlar turilgan jannatlarga kirgizadi. U yerlarda mangu qoladi. Bu cho'ng utuqdir. Kimki Allohga va payg'ambariga osiylik qilib, Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadi ekan, Alloh uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlig'ich azob duchor bo'ladi. 3-oyatning oxirida mundaq degan: "Adashmasliqlar uchun Alloh sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib beradi. Alloh hamma narsani bilguvchidir." Shunga kimki Allohning mirosda belgilangan qonunni xiloflik qilsa yoki uning qarshi chiqsa, Alloh aniq ko'rsatib bergan yo'ldan ozgan bo'ladi. Hamda Allohning chegirasi tajovuz qilgan bo'ladi. Bunday qilganlar Allohning jazosini kutib tursa bo'ladi. Alloh uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlig'ich azob duchor bo'ladi. Ota-onani qaqshish cho'ng gunohlarning biridir. Bolalarning ota-onalariga qarata yaxshilik qilish, bo'ysunish, hurmatlash qatorliq majburiyatlari bor. Mana bu inson tabiatining chaqiriqi, vafodorlik va yaxshilik qilganni bilish xislatlarining taqozosidir. Bular ota-onaga nisbatan taxmin bak ta'kidlanadi. Chunki
Ana kursak götürüş, imitiş ve bakter birleşti çeksiz yapam şakıp tatlıdı. Allah Teala mındaktaydı. Biz insanı ata-anası yaşlı kılışkı buyuruduk. İnsanı anısı müşakkat bilen kursak götürüp müşakkat bilen tuğdu. Onunla kursak götürüş müddeti ve sütün ayırış müddeti 30 aydır. Bir kişi gelip Peygamber Aleyhisselam'dan mening yaxshi muomalamga eng kişi kim deb so'radi. Peygamber Aleyhisselam onunla anang deb cevap verdi. O kişi undan keyinchi deb so'radi. Peygamber Aleyhisselam anang deb cevap verdi. O kişi undan keyinchi deb so'radi. Peygamber Aleyhisselam anang deb cevap verdi. O kişi undan keyinchi deb so'radi. Peygamber Aleyhisselam atang deb cevap verdi. Peygamber Aleyhisselam ata-anani qarşısının çoğ günahlarından en çoğlardan biri de Kur'an-ı Kerim'de gösterilgendek onu Allah şerik keltirishdan qalsa ikkinchi çoğ günah deb ko'rsatgan. Sayyinda kelgan bir hadisda Peygamber Aleyhisselam sahabelerga qarata 3 qatim men sizlarga çoğ günahlarning eng çoğlardan xabar beramayman degan edi. Sahabeler ma'qul xabar bersizlar ya Rasulullah dedi. Rasulullah Allah şerik keltirish, ata-anani qarşılash deb tik o'ltirdi. Aslida yo'linib o'ltirgan edi. Ondan agah bo'linglar, saxt so'z va yolg'on guvohlik berish, agah bo'linglar, saxt so'z va yolg'on guvohlik berish dedi. Rasulullah ash so'zni endi to'xtab qolishi deb qolganlarda qayta takrorlaverdi. Peygamber Aleyhisselam yana mundaq degan: 3 türlük odam jannatga kirmaydi. Ular ata-onasini qarşılatuvchi, tayyor va erlarga bo'lgan ayollar. Yana mundaq degan: ayollar Allah Taala barliq gunohlardan xoliqini qiyomat kuni kuchga turdi. Faqatla ata-onaning qarşısının jazosini o'lishdan ilgari hayot vaqtida berdi. Bo'libmi ata-ona yashnab qolganda islom dini ata-onalar haqida texnik ta'kid toplaydi. Chunki bunday chog'larda ularning tanlar ojizlab, boshqalarning yordamiga va xabar olishiga bekerak muhtoj bo'ladi. Bu haqda Qur'on Karim mundaq deb ko'rsatgan: Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilsanglarni va ata-onalarga yaxshilik qilsanglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashnab qolsa, ularga o'xtamagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zdan qilmagin. Ularni dushkanlamagan, ularga hurmat bilan yumshoqlik qilgan. Ularga kamoliy mehribonlikdan nihoyat kamtar muomala bo'lgan va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalagandek ularga marhamat qilgan degan. Bu oyatlarning tafsirida burunqilarimiz mundaq degan: navoda ata-onalarni qarshida deyishdan mutavarrak bir narsa bo'lgan bo'lsa edi, Alloh taolo albatta uni harom qilgan bo'ladi. Ata-onalarning tillanishiga sabab bo'lish cho'ng gunohdir. Ata-onalarni qarshitish u yoqda tursin, Payg'ambar alayhissalom bolaning ata-onasining tillanishiga sabab bo'lishini harom deb qolmay, balki uni cho'ng gunohlar qatorida sanagan. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: odamning ata-onasiga la'nat qilishi cho'ng gunohlarning eng cho'nglaridan hisoblanadi. Buni anglaganlar aql ush joyida mo'min bir odamning o'zining dunyoga kelishiga sabab bo'lgan ata-onasiga la'nat qilishi hayron qolarlik bir ishga qarab, bundaq deb so'rashdi. Odam ata-onasiga qanday la'nat qiladi? Peygamber Aleyhisselam mundaq deb javob berdi: boshqa bir odamning bolasini tillasa, u uning bolasini tillaydi. Onasini tillasa, u uning onasini tillaydi. Ahvol bundoq bo'lsa, ata-onasining 100% tillaydiganlarning oqibati qanday bo'lmoqchi deysiz? Ata-onaning ruhsiz jihatga fidoya bo'lish bo'lmaydi. Islom dinining Alloh yo'lida jihad qilish bergan martabasi nihoyat yuqori bo'lib, kechida tunab, kunduzda ro'za tutishmi uningga teng bo'lolmaydi. İslam dini ata-onaning rizqini olishga qattiq ahamiyat bergan turuqliq, ata-onaning ruxsatini olmasdan o'g'lining jihadga qatnashishni harom qilgan. Hazrat Amr ibn As radhiyallohu anhuning o'g'li Abdullah radhiyallohu anhuning aytishicha, bir kishi kelib Payg'ambar alayhissalomdan jihadga qatnashni talab qildi. Payg'ambar alayhissalom uningga ata-onang hayotmi deb so'raganda, u kishi ha deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom uningga undaq bo'lsa, u ikkisining xizmatini qilib jihad qilgan dedi. Ya'ni ularni beqish, ulardan xabar olishni jihad qilish maydonini qilgan demakchi. Yani bir hadisda kelishicha bir kishi kelib Payg'ambar alayhissalomga Allohdan ajr tilab, sen bilan birga hijrat qilib, jihad qilishga sana bayat qilaman dedi. Payg'ambar alayhissalom uningdan ata-onangdan birasi hayotmi deb so'raganda, u kishi ha, ularning har ikkisi hayot deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom uningga Allohdan ajr tilamsan deb so'radi, u kishi ha deb dedi. Payg'ambar alayhissalom u kishiga undaq bo'lsa, ata-onaning qishiga qaytib, ulardan obdan xabar olgan dedi. Yani bir hadisda kelishicha bir kishi Payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelib, ben ata-onamni yig'layotganini tashlab qo'yib, sen bilan hijrat qilib, sana bayat qilish uchun keldim dedi. Buni anglab Payg'ambar alayhissalom unga burun yig'latgan bo'lsang qaytib berib ularni kuldirgan dedi. Hazrat Abu Said radhiyallohu anhuning aytishicha, Yamanlik bir kishi Payg'ambar alayhissalomning qishiga hijrat qilib borganda, Payg'ambar alayhissalom undan so'radi: "Yamanda nimang bor?" U kishi ata-onam dedi. Payg'ambar alayhissalom undan ular sana ruxsat qildimi deb so'raganda, u kishi yo'q dedi. Payg'ambar alayhissalom unga undaqda sen ularning yoniga berib, ulardan ruxsat so'ragin. Ular sana ruxsat qilsa jihad qil, ruxsat qilmasa ularning xizmatini qil dedi. Mushrik ata-onalar.
Ata-analarga muomala qilish to'g'risida islom elib kelgan go'zal qarashlarning biri bo'lsa, ata-ona kafir bo'lgan taqdirdami, ularni qaqshashning odamligidir. Ularning qaqshashi shu darajada cheklanganki, ular hadisdan eshib sherik keltirishga tashviq qilib, musulmon o'g'lini islom dinidan chiqarishga tirishgan taqdirdami, ularni qaqshashga bo'lmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: "Menga va ata-onangga shukr qilgin. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir." Agar ata-onang seni yaxshi bir narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ularga dunyoda yaxshi muomala bo'lgin. Ya'ni diningga ziyon yetmaydigan asosda yaxshilik qilgin. Menga atoat bilan qaytgan odamning yo'liga ergashgin. Endi mening dargohimga qaytsizlar. Sizlarga qilmishinglarni aytib beraman. Bu hikoyatda musulmon kishi ata-onasining sherik keltirishiga, dinsizlikqa buyurishlarga bo'ysunmaslikqa buyurilgan. Chunki yaratquchiga osiylik qilish bo'ladigan ishlarda hech qanday bir maqsadga bo'ysunish, itoat qilish yo'qdir. Allohga sherik keltirishdan cho'nroq osiylik bormi? Lekin shunday bo'lsa-mu, musulmon kishi ularga dunyoda yaxshi muomala qilib o'tishga buyurilgan, hamda ularning musulmon o'g'lining iymoniga qarata tutgan pozitsiyasiga qarata yomon muomala qilmaslikqa, ularning o'rtasidagi masalan bola otasiga, ota bolasiga yordam qila olmaydigan bir kunda, ya'ni qiyomat kunida hokimlarning hokim bo'lgan Alloh taoloning hukm qilib bir taraf qilishga topshirishga buyurilgan. Mana bu islomdan boshqa hech qanday bir dinda topilmaydigan ajoyib keng qo'rsoqlikdir.